Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Lider Comeback 5K. Bu video haqida PUBG Mobile nastroykalari. Siz PUBG ni ko'p yillardan beri o'ynaysiz, lekin hali ham to'g'ri nastroyka qilishni o'rganmagansiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, to'g'ri nastroyka qilish haqida o'rganib olasiz. Unda menga obuna bo'lib, like bosinglar. Agar mana shu prosmotr bir oy ichida 5K prosmotr men YouTube'da 5K obunachiga erishsam 365 UC'lik konkurs qilamiz. Ishtirok etish uchun kommentga ID'larni yozasizlar, menga obuna bo'lasizlar. Unda ketdi. Salom bolalar, sizlar bilan men Lider Comeback. Bugun sizlar bilan TDM to'g'ri nastroyka qilish haqida o'rganamiz. Birinchisi, mana chapdagi o't ochish tugmasini faollashtirish. Agar siz buni faollashtirish qo'yadigan bo'lsangiz, o'ngda turgan otadigan bitta bo'lib qoladi. Agar yoqib qo'ysangiz, ikkita bo'lib qoladi. Mana ko'ryapsiz. Suzma zartoli miltiq arbalet. Shaxsan o'zimning fikrim bo'yicha bu sizlarga umuman kerak emas. Shuning uchun teginish qilib qo'yganinglar yaxshiroq. Chunki M24 bilan D5 yoki 8S6 olsanglar, ushab turib ochishlarga to'g'ri keladi. Arbaletdan xuddi shunaqa. Shuning uchun bularni hammasini teginish qilib qo'yganinglar yaxshiroq. Nishonga olish rejimi haqida hozir gaplashamiz. Adasi vaqtida kamera aylanishi. Bu sizlarga umuman hech qanaqa yordam bermaydi. Men maslahatim bo'yicha buni o'chirib qo'yganinglar ma'qul. Nishonga olish rejimi mana shunaqa rejimi bor. Mana shunaqa otib, shunaqa yonbosh nishonga otish bor. Lekin hali yonbosh nishonga hali otamiz. Nishonga olish rejimi bitta teginsanglar o'sha nishonga oladigan bor. Endi preselni tez almashtirish haqida gaplashamiz. Masalan, oldingizda odam chiqib qoldi, mana shuni almashtirib o'tirmaysizlar. Nishon tezkor almashuviga kirib, mana shu 4x olasiz. Olasiz 3x, 2x olasiz. Fokus masofani moslash bor. Yonbosh nishon mana shuni tezkor kesikana qilishiga, ushlab turish yoki bittada qo'yib yuborish o'sha haqida. Fokus masofani moslash. Buni teginish yoki ushlab turish. Operativnikingizni otganingizda o'sha qattiqligi haqida metr narsalarni berilgan narsa. Uni hozir sizlarga ko'rsatmayman. Chunki bu yerda jonli yuradigan operativnik yo'q bo'lgani uchun uni hozir ko'rsatmayman. Hozir boshqa mana shunaqa pik qilayotgan bo'lsangiz, anaqa erangellik yoki TDMlar mana shunaqa qilayotgan bo'lsangiz, bu juda ham ошибка. Shuning uchun poylash degan mana shu narsa bor. O'shani yoqib qo'yasiz. Yoqib qo'yganingizdan keyin poylash nishonga olish qilsangiz, TDMda ham, erangellikda ham unaqangizni pasaytiradi. Reaksiyangizni pasaytirib yuboradi. Shuning uchun buni o'chirib qo'yganinglar, eng zo'ri o'chirib qo'yganingiz yaxshi. Egilish paytida kamera aylanishi. Bu sizga juda xalaqit berishi mumkin. Egilayotgan paytingizda egilib turganingizda yo tepada yo pastga tushib ketishi mumkin bo'lsa, shuning uchun buni o'chirib qo'yganinglar yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki sizlarga xalaqit beradi yomon. Men bitta takomillashgan boshqaruvga kirib, universal belgini o'chirib qo'ysanglar, men bitta assist belgisi yo'q bo'lib qoladi. Agar yoqish qilib qo'ysanglar, mana paydo bo'ladi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana otdim. O'sha yerda ko'rindi. Hammaga ko'rindi deb o'ylayman. Assist belgisi. O'sha buni ham hozir ko'rsataman. Erangellikni masalan ana o'rtog'ingiz masalan nok qilib qo'ydi, o'shani otsangiz o'sha assist belgisi chiqadi. Boshga va anaqaga tekkan o'qlar gavdaga. Mana shunaqa otayotganingizda hid ovozi sizlarga eshitilmaydi. Mana shuni o'chirib qo'ysanglar. Bu rostdan ham o'chirib qo'yish kerak emas, yoqib turish kerak.
bitta ovozni eshitib maza qilib o'ynash kerak. O'sha rangi liriklarni ham tidimni ham. Shuning uchun ham PUBG nastroykasini hali oxirigacha ko'ringlar. Xo'p, mana shunaqa gavdek tekkan o'qlarni eshitish yoki bu ovoz eshitilmaydigan qilib qo'ya olasizlar. Sakrash va tirmashish haqida gaplashsak, mana ajratish qilib qo'ysanglar. Hozir ajratish qilib qo'ysanglar. Hop, bu yoqqa boramiz. Hozir oynali joylarni ko'rsataman sizlarga. Yoqdimmi? Bo'ldi, yoqdim. Mana shunaqa oynalarning yoniga xohlasangiz sakrab kirib ketasiz. Xohlasangiz mana shunaqa kirib ketasiz. Shu oshib tushib chiqdim. Sakrab kiraman. Mana shunaqada. Buni xohlasanglar yoqinglar, xohlasanglar o'chirib qo'yinglar. O'sha o'zingizlarning o'yiningizga xalaqit bersa, agar kiloni bitta deb olsam, adashib qolaman desanglar, shuni birlashtirib qo'yinglar yoki ajratib qo'yinglar. Mana birlashtirish qilib qo'yamiz. Men birlashtirib o'ynayman. Knockdown yo'q qilish tovushli effektlarni ham hozir ko'rsataman. Keyingi videolarda ko'rsatamiz. Hop. Bu nima edi? Ham hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, avtomatik bilan yoki otish pastda bo'lib qolgan. Agar hozir anaqaga kirsanglar, o'sha bu yoq tarafda o'sha xohlagan joylarga xalaqit bermaydigan joylarga qo'ya olasiz. Hozir yoqqan narsani orqaga qaytarib, hozir sizlarga nomini aytaman. Hozir nastroykaga qo'ya olasiz. Mana hozir yakka qilib qo'ydim. Avtomatik. Mana agar sizga mana shu xalaqit berayotgan bo'lsa, xohlagan joyingizga mana shunday qilib qo'ya olasiz. Xo'p, men sizga hozir qisqacha aytib bermoqchiman. Mana shu haqida bu otish rejimi tugmasini namoyishi, o'sha ajratish deb qo'ysangiz, o'sha xohlagan joyga qo'ya olasiz. Tugmalar sozlashdan hop. Tezkor uloqtirish hududi qilib qo'ying, yoqib qo'ying. Hop, endi nimalar bor? Sarf materiallarni uloqtirish, shaffof interfeys rejimi. Hop, birinchi shaxs almashuvi. Hop, o'sha birinchi shaxs almashuvini agar o'chirib qo'yadigan bo'lsanglar, prosta uchinchi shaxs o'ynaysizlar. Agar shuni yoqib qo'ysanglar, yoqiydi. Mana. Bitta bosasizlar. Mana bu dinamika ham balandini qilishi, hidni baland deyishi hozir mana yoqish qilamiz. Hozir mana shu tez anaqalarni olish avtomatda. Hop. Qanaqalardi? Mana birinchi shaxs almashuv meni bosdim. Mana uchinchi shaxs o'ynayapman hozir. Nima shunaqa aralashtira olasizlar agar xohlasanglar. Mana hozir men o'sha giroskopni nimadarini yoqib qo'yibman. Mana shunaqa bu yoq tarafdagi uchib ketyapti. Yugurish va poylash har doim yoqib tursa, tiltoq sezuvchilikka 100 qiling, uchinchi shaxsni 90 qiling, birinchi shaxsni 103 qiling. Yugurish va poylash. Yugurish va poylash aytganimda yoqib qo'ying. Shu kerakli narsa. Mana buni klassik anaqa belgili, zamonaviy. Hozir masalan klassikini ko'rsatdim. Hozir zamonaviysini ko'rsataman. Qaniga amana zamonaviy bosdim. Hop, bolalar hozir videoni sal o'tkazdim. Yonbosh bilan anaqani menimcha ko'rsatishga hali ulgurmadim. Shuning uchun u o'tib ketib qoldi. Sal orqaroqqa qilsanglar shu videosini ko'ra olasizlar. Sal endi anaqa qilasizlar, uzr. Anaqa bo'lib ketdi. Ishlayotganda zarba joylash avtomatik belgilash yoqib qo'yasizlar. Patron kamligi haqida ovozni yoqib qo'yasizlar. Asosiy ekran audio klassik rejim. Doim bitlardan foydalanishi yoqib qo'yasizlar. O'yinlarga tegmaysizlar. Hozir ko'rsatganimga avtomatik sakrash. Xohlasanglar o'chirib qo'yinglar, xohlasanglar yoqib qo'yinglar. Shuni klassik rejimdan
sakramoqchi bo'lsanglar tirmashib chiqmasin. Shuning uchun o'chirib qo'ygan yaxshi. Hozir giroskop haqida gaplashamiz. Giroskop orqa tomoni umuman kerak emas narsa. O'shaning uchun giroskopda o'ynasanglar, xohlasanglar giroskopni yoqib o'ynanglar, xohlasanglar giroskopni o'chirib o'ynanglar. Mana hozir giroskopni o'chirib sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa hid deydi. Giroskop yoqib qo'ysanglar, mana shunaqa bo'ladi. O'sha telefoningdan qimratsanglar bo'ladi. Hop, mana hozir men preselni anaqa qilishni qildim. Nishonga olishni aylantirishini yoqish qilsanglar mana shunaqa qo'rasidan qaqib ketib qoldi. Mana shunaqa o'qinglar, 2 ta emas, 3 ta emas, 5 ta, 4 ta mana shunaqa uchib ketadi. O'shaning uchun buni o'chirib qo'yganinglar yaxshiroq. Nishonga olish kamerasi, aylantirish, giroskop orqa tomonini ham o'chirib qo'yinglar. Ko'pincha anaqa TDMchilarda o'chuv turadi, o'shaning uchun ham yaxshi o'ynashadi. Hop, mana nishonga olish haqida gaplashdik, o'sha narsalar haqida ham gaplashdik. Hop, unda mana shu video mana sakrash va tirmashish mana. O'sha ko'rasiz, mana shunaqa bo'ladi klassik rejimda. Hop, mana shu video 1 oydan keyin 5 ga prosmotr bo'lib, meni akkauntimda 5000 ta obunachi bo'lsa, 360 UC'li konkurs qilaman. Shunaqa bo'lishi uchun menga podдержка qilib obuna bo'ling, like bosing va kommentga IDingizni